Xudodan qo'rqqani, g'iybat qilayotgan. Xudodan qo'rqaman degan gapni og'zingizga vo'pshim olmang. Xudo g'iybat qilma degan ishni qilyapsizmi? Qil degan ishni qilmayapsizmi? Xudodan qo'rqaman demang oshna. Payg'ambarimiz alayhissalom ayollari Oysha onamiz biror marta bizni Rasululloh urmaganlar deganlar. Hadis bor. Xotinni urayotgan, payg'ambarni yaxshi ko'raman degan gap og'zingizga olmang. U mavludda turib olib tikka turib yig'lab qo'ysiz bo'ldi, payg'ambarga bo'lgan muhabbatni o'ylaysiz. Hozir masjidda mavlud o'qildi, Robiul avval oylarida o'qiladi. Hamma tikka turib olib yig'lab o'tiraveradi u. Amalda muhabbat bo'lsin. Rasululloh so'kinmaganlar, ichmaganlar, chekmaganlar, yolg'on gapirmaganlar, aldamaganlar, toza odam bo'lganlar, to'g'ri odam bo'lganlar, adolatli bo'lganlar, kamtar bo'lganlar, sahiy bo'lganlar, ayollarni hurmat qilganlar, vafodor bo'lganlar, patriot bo'lganlar, ya'ni vafodor bo'lganlar, sodiq bo'lganlar, millatlariga, vatanlariga, dinlariga. Ana payg'ambarga sodiq.